İntayın addi. Xiracatını sel teceyli dedim şu. Dadağından qalğan turmuş bul turuqluq. Anitan yatıq qılışqı nemiş qaldıraymiz. Menançı sen. Dəpni dünyanı özəңli besivanmaqçı. Menin qazım bək köp, dağa. Xiracatını səlli teceylisek, qarzını tügetkili buludu. Şonçucuk qarzını qandaq mı tügetkülük? Man qara, sen nemiş qıl yonsiyodan qarzanmaysa. O şonçu bay turup, san qarz berip durmaz mı? İşkənla konağına, san azıraq qarz berip durğan yolumu bağı. Leonsiyo. Ne oldu? Men nemişqa baldırraq oylamagandı men. Nimeni? Onundan qarz ileş nima? Nime qarzileş? Anita onun bilan toy qısa, pul degan özlükli demesmi? Sen o işkisini, Nemiş qılmaydı eken? o işkisi çıkış ala mı? Bunun hiç alakası yok. Leonsiyo yaşlı boytaq qaldı. Amını bir günü öğlenidi. Men nimandaq ahmaq. Nemiş qımı baldırraq oylamagandı men. Kızınız piyanino çalalayken siz bu gepni mağa demegentiniz. Bunu o öz dedim ha. He, tatınıp demedi yo, lekin öz aşkarlap koydu. Şundaq. O pianinonu köse söyünüp gitidi. Her bir çalsa saatlep çalıdın ha. Tezroq kechikib qoldik. Obdan bo'ldi, yana uyimizga qaytib keldik. Uyni qo'riqdan tutqunimizga pushaymon qilmaydigansiz. Siz bilan birga bo'lsamla, hech nimaga pushaymon qilmayman, Tayis. Kulbimiz qadam tashib qolganligingizga bak xursandmiz. Men mi bek xursan efendi? Qizim Ervila ne ketib qoldi ekan ha? Hech qisi yo'q. Havo bek issiq sirtqa chiqib ketgan o'xshaydi. Men chiqib izlab baqay. Kulbimiz oddiy bo'lsa-mu, kep turing, qarshalimiz. Rahmat. Kelib sizni yo'qlab turaman. Xo'sh. Siz bilan xo'shlashg'ili keldim. Satish bo'ldi janobi Alvaro. Uydan chiqib vaqtni unutib ketibdiman. O'ylaydiganingizcha o'xshaydi. Shunga yolg'iz yurishni xohlasangiz kerak. Boshqacha o'ylab qolmang. Sizdan qasddan qochib yurganim yo'q. Fursat bo'lsa ikkimiz yana ko'rishib, muzik she'riyat to'g'risida so'zlashsak. Lekin mening vaqtim yo'q ishdikiman. Dadangiz bundaq demidi-ku. Dadam men charchab qolmasin deydi. Men kashtilgan dasturxonlarni pul qilsaq, herhalde uyimizga sal yordam bo'ladi. Nima yordam? Sizlar bu yerdan ketmoqchimi? Baba seni turishinglar vaqtliqmidi? Nemish qilmish gapni so'raysiz? Texchi tushunmayapsizsiz. Bu yerda qanchalik turishimizni dadam belgilaydi. Ko'nglingizni tushunib boqqim batdi. Balkim sizmi sezgansiz. Men sizni yaxshi ko'rib qoldim. Sizni tunji ko'rishlar yaxshi ko'rib qolgan.
Bäkmi xursandman. Graf janoblari, ismim Martin. Bu ýag Carmen hanym bolamdy. Şundaq, men Carmen bolumen. Men şunça jirak jaýdan siz bilen körüşgeli kelip edim. Men bilen Şundaq. Sözleşidigan bir işim batdy. Ýaxşy haly paraňlaşgan bolsak. Öz baxtymdan ikinci bir kişinin ilkidi ekenligini ömrümde tunca his qilishim muşu. Men sizning qishinizla özümni baxtlik sanayman. Bu sözni ne kadar zor gayret bilen davatqanlygymny siz bilmeysiz. Cevabınızın meni dünyadaki en baxtsiz adamga aylandırıp qoyuşunu ensireyman. Meni hergiz u kunga qoyman. Çoqum maquldan demekçim emasman. O ädidin aşırıp etkenlik boludu. Pat-pat görüşüp duruşumu ruhsat qılsanız. Şumu kipaye. Mening bu samimiy niyetimge işenmemsiz. sözüňizge işenmeslikge hiç qandaq asasym ýok. Samimi adamlygyňyz çykyp durupdy. Bayamky gepni esiňizden çykyryp etiň dep durup bilişim. Sizge özümni unutduruş üçin. Siz maňa näme üçin muşundaq talap goýysyz? Birden bir toğra, siz qabul kıla alaydygan asasym, men sizni hergiz ýaxşy göremeymen. Bugün düşden keyin men sizge ilk kitapny tutmaň dedim. Çünki o menim azaplyk eslemelerimni kozgap koydu. Şu kitapny kösemli köňlüm bozuludy. Çünki onu men ömür wayt söýdigen aşygym soğuk kılgan. Bu gepçe o sizning söýgüňizni ret kılga okşumandy. Ýak, o meni bäh ýaxşy göretdi. O bu alemden ketdi. Keçirin. Men oýlamapdyman. Ötüney menden özüňizni tatsyňyz. Sizni körüp duruşny halaýman. Bayamky gepni egiziňizge amaslyk wäde kılsaňyzla. Dadamnyň ýakyn dostu süpetide kadam taşryp kyp duruşyňyzy karşy alaman. Graf janoblary, men hanymyňyz bilen aýrym sözlesem dedim. Ayalımda bir işiniz var mıydı? Şundaq. Graf janoblary, toğry dediňiz. Carmen hanım menin ayalım boludu. Bilmedim ayalım bilen sözleşkide kanda işiniz var ki. Soğukkanrak bolun Almeyda, soğukkanrak bolun. Keçirin graf janoblary, beýörmetlik qılmakçy emasman. Bu gepni sizge dep awar kılışyna ajyt ýok dep oýlap dikenmen. Men Baby Seynada turman. Paytaxtga Carmen hanymny ziyaret kıgyl kelgen. Eger meýil edisiňiz hanym bilen aldyňyz sözlesem mi bolyberdi? Ötüney Almeyda, ýaxşy bu janap bilen özem ýalgyz sözleşeý. İsmiňiz Martin. Ras, özem ýalgyz sözleşeý. Elbet siz icazet bersiňiz. Boptu emese. Carmen. İşin bolsa men kabintimde. Sizge köp rahmet graf janoblary. Olduruň, janaby Martin. Rahmet. Men hatalaşmagan bolsam, Baba Seynadyn barakaga bardygan ilki ýol boýudyky öýüniň egisi go diýmen. Ýylyk öýüniň? Sizniň emasmy? O bir konu öýgo. Amma içinizden kalan miras şundak ko. Rahmetli Krariye hammandan kalan. Onun dünyası şunçiliklitti. Men sizni muş iş bilen izdep gelip edim. Amma açam Krariye'ni tonumdunuz Janaby Martin. Ya hanım, men şu öýüňizni ijaraga almakçydım. Meniň öýüm nima? O öý bir neçe ýyl quruq turgan. Neçe aýynyň aldyda bir neçeýlen köçüp kirdi. Bir äpendi, bir kız, yana 2 kol. O öýüni şular ijaraga bergenmitiňiz? Ola hazırmış ýadyma? Ularnyň şu ýerde ýaky emesligini siz mi bilmemsiz? Bu neçe aýynyň aldydyky iş. Men hazır Baba Seynady bolmagandykin mundakly sorap koydum. Ular elim şu ýerde.
Men ular bilan so'zlashaydigan. Anglasam, u uy sizga qarashliq ekan. Shunga kelib, siz bilan so'zlashishni afzal ko'rdim. Agar ular bilan yozim to'xtam bitishmagan bo'lsangiz, men shu uyni ijaraga olgan bo'lsam. Efendiler, yığılışdınlar o deymen. Ben hiç kimge piyanino havalı qılmagan. Qaranglar. To'g'ri ekan. Erbilaga sovuq qilingan ekan. So'g'atmikan? Efendiler, sizlarga ko'p rahmat. Bundaq chet yaqı joyda kimmi pianino sotib olsin? Bu gapni xato deding, Andres. Baba Seyna taraqqiy qilgan shahar. Sen ko'p aylanib boqmag'achqa bilmaysan. Hozir avatlashib ketdi. Qo'l ilkidi balaning ko'pinchisi mashadi. Pianinoni kim so'q qilgandi? Izoraning pidi yurgan. Eli qizi ketdi aqachon. Uningdan boshqa kim bo'lmoqchi edi? Kechiring dada, yaxshisi pianinoni qaytirib yetayli. Nemishqa? Sen muzika amirga emasmiding? Bu bo'lsa yayrab ketsin. Qandaqli bo'lsin, uni qabul qilib bo'lmaydi. Pianinoni ko'rgandan keyin imkonsizchu. Buni bilmedim. Ularning uyga emdilat yetib borgandi. Majnun bo'psan-da arvali. Ular zodi kimlar? Burun poytaxt turamdi. Nim dep mening do'stlarimga shuncha qiziqib qoldingiz? Uyingizni depchi Karman xonim. Uyingizni ijaraga maqsadim dedim-ku. U uyni ijaraga berib bo'ldim. Endi sizgimi, boshqa birsigimi bagim yo'q. Ondaqda ular baba Seynada uzun turamdi. Ular baba Seynada uzun turamdı, turmamdı. Bu men bilan oshularning ishi. Kechiring. Aslida mijozim yo'q turatdi. Adab yuztili so'zlashdim. Janobi Martin, mendan shundaq ko'chilab ketishingiz bekli qamlashmagan ish bo'ldi. Karmen xonim, boshqacha o'ylab qolmang. Do'stlaringizga qilchi ziyon yetkazishni niyatim yo'q. Buningga ishonaman. Do'stlaringiz burun poytaxtda nima ish qiladi? Janobi Martin, endi rostilla sizga hamroh bo'lanmoqdakman. Bizning yana boshqa mehmonlarimiz bor. Juanna, bu mehmonni uzitib qo'y. Xayr xo'sh Karmen xonim. Xayr. Pianino yaxshimi-ka? Yaxshi-kan. Menga bir payda chapagina. Nimani? Xalqingni, muzikangni anglamag'ili uzun bo'ldi. Carmen, eliqi chaqirılmagan mehmon bilan takalishib qoldingmi nima? Nimin talishib qoldinglar? Nayt ciddi bir meselni. Endi bu sirni yana men sizdan yushirmoqchi emasman, Almida. Sir, bunga ishlarangmi? Yo'q. Undaq emas. Oğlunuzun qullarının qaçışığıma yardım qilgan. Izora. Hozir u tötdi, mening ilk ko'ni uyimda. Baba Seynada qora joyim bor deb sizga aytgan-ku. Ya Rabbim, bu ishni Leoncio bilib qolsa. Siz berib deb qo'ymassiz-a? Albatta demayman. Bana to'liq ishonsang bo'ladi. Emse sizga deb beray. Janob Arvalo, menga nemishqa bu so'g'ini qabul qildaysiz? Niyetimni bilgingiz kelamdi. Shunda qolmaychi. Qizingizni yaxshi ko'raman. Ko'nglimni qizingizga izhor qildim, lekin Ervila ko'nglimni tushunmadi. Pianinoni qabul qilganmidi? O bu so'g'ini olsam, menga ma'qul deganlik o'qilarmikin deb o'ylab unimapti. Siz nima dedingiz?
Men onunğa bu ikisi başka iş, pianino, dostluk yüzüden kılıngan soğuğa dedim. Ras qaydı bildikensiz, Cenabı Arvalo. Yaqay, men onunğa qaylı qılay dep şundaq degendim. Emdi Erbil axının müzik bilen iş pişkin çıkıra alaydı. Keşke tamakta biz bilen bilip olalasızmı? Bugün? İşiniz var mı diye? Ətik özgersek mi buludu? Yo'q, ancha muhim ishim yo'q. Bo'ladi, taklifingizni qabul qilay. Bir gapni desam bo'ladimi, demasam bo'ladimi? Bugun akşam pek chiroyli bo'lib ketibsiz. Rahmat. Xushamat qilib da'vat qildim yo'q. Rost gapni da'vatimi? Arvalo'mu keldimi? Yo'q. Yo'q, kelmadi. Bugun chunki men uni ko'rmadim. Acaba ko'nglingiz yolg'iz Arvalo olib bormi? Undaqmı emas. Hazır Matilda xanım naqshi etmoqchidi. Dadam Arvalo kelsin deb turib elayotidu. Matilda xanım saqlab qo'ysak beadablik bo'larmikin? Agar Arvaloni saqlamay, o'yinni boshlaversak, texmi beyab bo'larmikin? Agar Arvalo kelmay qolsa-chi? Arvalo gibida turdi. Sel turib bir dostumnikiga borman degandingiz go. Agar mayli desanglar, boshqa kuni borsam bo'ladi. Ay, biz rozi olmamdiga. Erbil axınim bizga bir payda muzik chep bergan bo'lsa, o'ltirishimizni boshlagan hisobda. Dadam mening muzikadagi iqtidorimni doim oshirib yetadi. Men hukm chiqara olayman. Ma'qul amsa. O Graf bilan to'y qilib, burunqi muhitidan ayrilibdi. Grafning koni og'illarining ko'pinchisi ularning to'yiga qo'shilmay, ulardan aloqasini uzibdi. Ya'ni Karimov koni kasbdoshlari bilan badikeldi qilmaydigan bo'ldi. Yuzaga qaraganda ular nihoyat baxtli ko'rinadi. Baxtli jo'rlakanda. Buni aniqlash uchun yana tekshirishga to'g'ri keladi. Nima deysan? San Karimov xonimning turmushini deb berishim, buni qanday ishligini uqtirish uchun. Sen meni Aşu xanımның turmushi qizg'it deb o'ylamsan. Seni men poytaxtga shu ish qilib aytganman. Mening qiziqadiganim Ansirmo apandi bilan uning qizi. Buni bilman, lekin har qancha qilibmi uni uqolmadim. Karimov xonim biroz birim deb bagil unimidi. Uning degani ular uning do'sti ekan, uyini o'z ijaraga beribdi shu. Azbiray xudo. Karimov xonimning nurg'un do'stlaridan so'rab baqdim, lekin birasimi Ansirmo apandi bilan uning qizini bilmaydi ekan. Nima degan chiroyliq. Bu dasturxonlarni uyimiz kelgan. Heliq apandi setib berdi. Haqiqatan chiroyliqkan Karolina. Bu janobi Arvaloning biz qilgan so'g'isi. Heliq apandining qizi kashtilab ekan. Men anglagan. Arvalo ularning uyiga pat-pat bag'idek. Nima ishi borkin tan? Nima dedingiz? Arvalo heliqi chorbazochining uyiga doim berib turam ekan. Men shundoq angladim, Shanvi. Arvaloning ularni izlashida bir maqsad bor qachon. Bundan xabarim yo'q, xonim. Ya'ni-chu. Mundaq bir gapni angladim. Nima gapni? Anglasam, o kishining shundoq chiroyli bir qizi bormish. Arvalo unaga yana bir pianino sovg'a qilibdi-dek. Soat necha bo'ldi? 10dan oshdi. Muncha kechdi kelgan kimdi? Bilmadim dada, kimkin tan. Oy, Karmin xanım, siz mitdingiz? Anita, senden bir gapni so'ramoqchi edim. Nima to'g'riliq? Beyonsiyo to'g'riliq. Astroq u anglab qolmasin. Ansirma, o shaharga ket. Hozirlardan kelmaydi tiqi. Nimani bilmoqchidim? Birilishni so'ramoqchi. Seningcha o qandaqroq? Meningcha Onunğa bir ko'z qarashing bordi. Ikkinglarning bilib olgan vaqtinglar oz emas-ku. mening qarashimmi? Ha. Men sendan mundaqla so'rayapman. Senchi uning qaddi qomati qandaqroq? Qanday qilmoqchidi? Qaddi qomati kelishgan. U aqlliqmi? Aqlliq.
Bek aqıllık. Biz köp paranlaşmagan bolsaqmı, maňa bergen täsiri şundaqrak. O aqıllık, terbiye köýgen. Leonsio'nun sana bergen täsiri şu. Şundaq. O sening agynaň tursa, men onuň başga tärbini diýeletdimmi? Dep baqa desem onun bir acizligini dep bileletsemmi? Rast dädäwatdamsa. Dädäwatyman. O adam bähemkin görünündi. Toğra, o beğemkin. Belkim ayalı kaza qıp ketkeşki şundaqdı. O texi gem qaygıdan qutulamapdı. Ehtimal. Bunu nim dep sorap qaldın? Özemçila. Özemçila. Birsi meni istep paytaxtga beripdi. Siz nima? Onun hareketleri bek gumanlyk. O ismini Martin deydi. O akçan Leonsio'nun heliqi inamıga erişişinin koydu jürgen bir nime. Martin, siz şäherde muştaq birisini aňlagan mydýyňyz da? Ben onu kögen, o bir sarayının hocayını. Baba Seynağı kelgen küni, biz keşik tamak igen saray şu. Merdane. Malumatlyk. Boytak. Bu Anita'nın aynı gepleri. Anita onuň tigişini oýlap bakkanmydy? O oylaydı. Hazır Anita'nın yaxşı gördüğünü yok. Onunla talep koygan adamı yok. Leonsio bu işga kandagarak kara. Oýlap bakdyňmy? Bu texi eniq emas. Lekin bunu şunda qığınım qıgan. Avaylajymy? Menin qararım qarar. Leonsio yaşlı boytak kaldı. Uçuqum. Yeni baştan ölünüdü. Men Leonsio'ga Anita bilen toy qilishni taklif qilaman. Rast janabi Arvalo dep jazm qıla alamsiz? Däl şunun özü. O sizni köýmedimi? Ýak, o meni kömedi. Yaxşı bolupdy. Emsi bizge xäwip ýok eken. Şunda qo'mayçu. Arvalo'nun Martinni paytaxt evetişide çoqun bir garizi var. Voy, bir-birlep sözleseňlaço. Nimi dawatgynyňlaryny hiç düşünemedim. Arvalo digen kim o? Turuply xäwip ýokken digil turdyňlagy. Arvalo meşedeki bir bay, Fermi hocayını hanım. O obdan jigit. Bekir dadboğuşunun nazırda Cenab-ı Arvalo bizning izorani yaxşı görüdü. Lekin o bizning ahvalimizni bilmeydi. Meningçe o Martinni Izoranyň ötmüşini eniqlap ufuk bekişqa paytaxtga evetken, o texi Izorany Ervila dep düşünüp ýürüýdi. Martin'in sizin ziyaret kılışı gezdik ilan bilen kaçı münasibetsiz. Hatırcam bulun hanım. Natayıncımı? Bäziler körünüşdi kızgındek kıgan bilen oltas kopsu pulnuly oýlaýdy. Hey, janabi Arvalo undakladın emes. Onun pulu jek. O qullukny beka qılgıçladın. O kullarının hemmisini bırakla azat kılıp bitipdi. Onda kılalık Allah memleketimizi köpemez. Birak meningçe Izoranyň janaby Arvaloga anç koňly badek emes-ko. Carmen hanım endi aram eliň. Ornuňyzy rastlap koyduk. Meniň siz bilen bir öýde ýatkym ba. Emisi men mihmanxanda yatay. Men sana hatta bir kızını mı tallap koydum. Qani muvaffaq kasb bo'laverdi. To'y qilsam balkim kayfim yaxshinab qolar. Muvaffaq layiq. Köz aldığındalar. Sen Anita bilen toy qilsang, taza bap. O mening singlim. Chaqchaq qilyapmaydigansa. Sizlar bir-biringlarga taza bap kelesizlar. Sen bilen tuqqan bolsam, xursand bolatdim. Shundaq. Men bu faxrlanatdim. Demekçi boğunyň nemişdi? İntayin muhim bir işdi. Zadı neymiş o? Leonsio'ga münasibetlik bir iş. Belediğiniň zady nemişdi? Aradan şunça uzun wagt ötdi. Bizge nemişki demedin? Oýlasamly qokypdy. Onun üstüge Santa bu gepniň bizge birär ýardymynyň baýyklygyny hiç bilenmepdi. Eger bolsuçu. Santa, sen zady nemişini bilsen. Bilediğinim
Bildiğinim Malvina hanımını öldürgen aşı. Leoncio Beyzade, siz bilan ko'rishganimga pek xursandman. Yaxshimisan, Fransisko? Menga oldin ala xabar qilib qo'ysangizchi. Tuyuqsiz qaror qilib qoldim. O'ylasam yana qaytib kelganim tuzukka. Ha, mening xabar qilib qo'ymabsiz deganim agar qaytib keldiganligingizni bilgan bo'lsam, siz rozi bo'lgudek obdan tayyorlik qilib qo'yatdim. Alayliq, obdan o'xshagan kashk tamoq tayyorlab qo'yatdim Beyzade. Cinayet ötküzdü. Şu günü ben Malvina hanım bilen tügmengi bildi bağan. Bunu hecep bana demegandin ha Santa. Fransisko meni fakat etqili qo'ymadi. Etqina qaysi tugman o? Leonsio'nun qo'rig'idiki Malvina xonim bilan Tobias kuyib ketgan. Eliqi eski tugmancho. Shu kamgacha shu qatimqi o't ketish voqeasining sababini, ularning nemishqi bilib qolganligini, nemish qechib ketamaganligini hech kim bilmaydi. Sen ahvolni aniq bilamsan Santa. Bu sening farzing emasdi. Yo'q, Izora. O odam bekmi eskigan. Bu mening farzim emas. Oluqma Santa. Biladiganlaringni tafsili deb baqqin. Janobi Tobias yo'qolib ketgandan keyin. Lekin o qiz zodi kimken? Qayerdan kepti? Bir töven tabiqini qiz ekan, lekin xel tarbiya ko'rganda qiladi. Onasi tugab ketibdi ekan. Hozir o qiz dadisi bilan birga turmush kechirdi ekan. Tügmen kuyishga boshladi. Men Malvina xonim bilan Janobi Tobiasning tügmen ichida ekanligini bilardim. Leoncio uni Izora deb qilib o't qo'yishga buyruq berdi. Baş cinayetçi şu. Bundaq iş faqat şuningla qo'lidan keladi. O buyurmasa Fransisko bu ishni qandaqmi qila oladi? Sen demiş ki bu gapni baldırak demedin. Men qo'riqqa qaytib borganda Fransisko meni Andresning qashig'i apardi. Bu bechora to'rikka bog'liqlik ekan. Fransisko meni qo'rqitib, agar deb qo'ysang Andresni urib o'ldirdim dedi. So'ngra men deyishga petinamadim. Malvina xonim bilan Janobi Tobias o'lib bo'lganda deganimning nim foydasi? Santa, sen şu ahvalda ekansan. Andres'in bağlaqlıq ekan. Sizlarning muhabbatlashyotgan vaqtinglarda sening qig'iningni tushunishga bo'ladi. Hey, shundaqmi ish qilamdi. Tegi bas bir odamning qizi, bir necha yolon tush, anlapli bas devatdim. Karolina, taqdir biz bilan shundaqmi qerishamdi. Eliqi olvosdi qizimizni ko'z oldimizda shundaq bo'za qilib ketdi. Bu ova qalanda u qanchalik nima ekan? Dadsimi ko'chma-ko'ch vaqirab yuradigan bir chorbazochi o. O'zi kirgida go'rmi chiqmaydigan nimalar o. İşni şunun bilan bo'ldi qilmaymiz. Shu ish esim kelsa tanlarim tikanlashib ketadi. Daqiqinglarcha bu ishdan foyda tegami? Leoncio haqiqatan ig'ir jinoyat o'tkazibdi. Buning Santa guvoh. Nima ish foydasi olmaydi ekan? Agar Santa esila Leoncio Begzat zindonga tashlanadi. Sen bek sodda ekansan, Andres. Sodda? U jinoyat o'tkazgan tursa, bizning davlatimizda qaysi sotchi bir qulning arzini anglabla bir quldorga jazo hukm qilar? Bu mumkin emas. Ular menga ishonmasmi? Ko'nglingga kelmasin Santa. Ular sana hargizmi ishonmaydi. Ular seni töhmet qilyotidi deb qaraydi. Xonimning degan to'g'ri. Uning jinoyati ming ig'ir bo'lsa-mu, biz degan bilan bekor. Sizningcha birsi jinoyat o'tkazsa, biz uni bilib tursaqmi, uni yana hech narsa qilamamdiq. Qonun degan shu. Leoncio hamiyat qo'g'diladi.
birla adam bunun sırtıda. Bu nima deganingiz? Fransisko. Agar o o'tirg'i chiqib, guvohlikdan o'tsa, ular ishinidu. Fransisko onun qo'lchamoqchisi. U hargiz xo'jayinining ustidan arz qilmaydi. Bugun shikar qumushqini ko'rib kelamsiz. Qullar qattiq ishlayotdi. Ati baray. Beyzade, hisobotlarni tekshirib boqamsiz. Keyinchi bir gap bo'la. Hozir o'zim yolg'iz aram olay. Ma'qul emas, men chiqay. Berib, uyingizni tayyorlatib qo'yay. Manga qilgan yaxshiliklaringizga nima deb rahmat aytishimni bilmayapman, xonim. Arzimaydi. Ah yo'l bo'lsin, Carmen xonim. İşinlar bolsa meni izdanglar. Sizlarda mening poytaxtdagi adresim bordu. Sizlardan hergiz yordamimni ayamayman. Meningcha seni bilasan. Dadan ishkimiz oldi burunla bekitgan. Kunlarning birida sen bilan Losiya do'stlik rishtasimi, kuchlik rishta bilan ikki oilani bog'laysizlar arvallo. Ya'ni xuddi bo'lamiz. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz dada? Qaramasang nima keldim? Ah, bilisin. Toza pishqinini, shehrini uzib keldim. Bu yaxshi parvish qilganlikdan danga. Megil efendi, bugungi sodingiz qandaroq? Jami 3 dasturxon satdim. Yerim kundil 3ni satdingizmi? Ha, g'alimizdagi pul ko'payyotdi izora. Aplesin Sharif ishkin kelyapam santa. Yo'q. Oy, mening vaqtim tashqan o'xshaydi. Oy, Qo'rqma santa. Men doktor ekili. Megil efendi, bo'ldi men baray. Bo'ldi, o'zim baray. Sen qilib santa qara. Bu jiddiychilikda atni o'ng'ishab minmaysan. Oduqma santa tutib ol, Andres. Oduqma, dadam doktor aqli ketdi. Uni hozir yetib keladi. Qo'rqma santa. Branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou.